Assalomu alaykum qadri baland obunachilar. Savol tushibdi Robbim Qul Rizaqulovdan. Qushimni bolasi 1 oylik bo'ldi, nima qilsam bo'ladi debdilar. Okey, mana shu modda ham ikkinchi partiya harakat qilyapti. Narini shomdan keyin qo'shaman, 2-3 marta bosgandan keyin ajratib qo'yaman. Bu ham tuxum qo'ydi menimcha. Tuxum qo'ydi. Ikkita qo'yibdi yoki. Mana bu bollari. Shu modani bollari mana. Sal kech qoldim, mana buni dumlarini, patlarini yulib qo'yibdi. Shularni qarab turmasangiz yulib tashlaydi. Bunaqa gnezdoga narsa yig'aman deb. Mana okey. Tuxumni tvorkadan chiqarib, qizil sabzi aralashtirib kuzatasiz. O'zi yeyaptimi yo'qmi? Yemayotgan bo'lsa, chiyilib tashlasa, mana onasiga qo'shib turasiz, yana ajratib qo'yaverasiz. Onasi boqaveradi o'zi. Meniki yeyishni boshlagan uchun mana bunaqa ajratib qo'ydim. Rapsdan ham bersangiz, raps sekin maydalab sal ivitib bersangiz, maydalab yeydi. Aslan o'y tuxum bilan mana qizil sabzi beriladi. Modani 2-3 marta ishlataman. Men okey, 3 marta uzoq ishlataman. Keyin ham bunaqa valyerga tashlab yuboraman. Valyerda maza qilib dam oladi. Ko'p ham ishlatsangiz bo'ladi. Agar moda kerak yo'q, ko'p ishlatib tashlamaysiz, 5-6 parcha ishlatsangiz bo'ladi. Moda uzoqqa bormaydi. Charchab mazasi qochib qoladi. O'zi aslida men 2-3 marta ishlataman bo'ldi, keyin dam oltirib valyerga tashlab yuboraman. Sog'ligingiz uchun rahmat. Shunlar mana shu moddasi. Mana shu bollar okey. Mana shu bollariga ham 26-27 kun bo'lganlar. Mana shunaqa tuxumni tvorkadan chiqarib berib kuzatib turing. Yeyishni boshlasa bo'ldi. Ajratib yuborasiz. Modani ishlatib yuborasiz keyin.